Imom domlalar esa jamiyatni eng oxirgi qilib odami bo'lib ko'rsatilgan. Masxara qilgan, hajm qilgan. Bu avval shunaqa edi. Avval dinimizda yo'q bo'lgan narsalarni ichiga bir narsa qo'shib dinni buzishlik bo'lgan. Endi dinimizning dushmanlari shariatda asli bor narsalarni yo'q qilish bilan dinimizni buzmoqchi bo'lishadi. Bu ham bid'at. Bu narsa mana shu holat dinda asli bor narsalarni bid'at deb yo'q qilishlik. Bu narsa ayrim joylarda ko'payib borayotgani kuzatilyapti. Masjidlarimizda ota-bobolarimiz qadim zamondan beri qilib kelayotgan ayrim amallarni kimlardir bu bid'at deb qo'ysa, odamlarning ilmsizlari ana shu odamlarning gapiga ishonib o'sha amalni tark qilyapti. Ya'ni o'zi o'sha ishlarni qilmaganidek qilayotganlar bilan talashib tortishyapti. Kelinglar birodarlar, bugun sizlar bilan mana shu masalani birga ko'rib chiqamiz. Bid'at nima? Bid'at bugun yoki kecha paydo bo'lgan so'zmi? Bid'at birodarlar nimaligini ulamolar o qadim-qadimdan dona qilib bayon qilib qo'yishgan. Bid'at haqidagi ilm musulmonlarning qo'lida turibdi. Avvalgi davrda dinni buzish uchun unda yo'q bo'lgan narsalar ichiga qo'shishlik bo'lgan bo'lsa, hozir aytganimizdek, bizning davrimizga kelib asli shariatda bor bo'lgan narsalarni bid'at degan so'z bilan yo'q qilinmoqchi. Bu ikkala yo'l ham noto'g'ri. Dinga qo'shib ham bo'lmaydi, dindan olib ham bo'lmaydi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dina. Bugun sizlarga diningizni komil qildim, ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim deb marhamat qildi.